Ishqibozlari telefon qilib, akalar aloqaga chiqaverasizlar. 3-partiyalarimiz chiqdi mana. Ohyus simjun degan mana shu ular. Necha kunlik bo'ldi aka bular? Eng zo'rini aytaymi, Abdulaziz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi videolarimizda oxirigacha tomosha qilib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarga mana bundaqa sug'liqlarni yiriklaridan, go'zallardan ko'rsatib beramiz akalar. Bugun akalar hafta kuniga shanba 2026-yil 13-iyun. Xudo xolasa bugunga qo'yiladi mana bundaqa akalar. Go'zallari, ideallari chiqadi. Manzillarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on. O'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq Azzamjon arzonchi akamizni qo'yib fermalaridan. Hormang. Salomat. Yangi partiyalar kelib oldingizmi? Yangi partiyalar ko'chatlari kelgan Abdulaziz. Zo'rlaridan. Zo'rlaridan. Narxlari ham o'ta qulay. Bugunga necha partiya chiqarib beramiz? Bugunga inshaalloh 4 partiya chiqarib beramiz. Zo'rlaridan. Akalar, bugunga 4 partiya qo'yiladi. Haqiqiy yiriklardan mana bundaqa tozalardan chiqadi xolos. Birinchi partiyalarimizga soni nechta? Birinchi partiyamizning soni 5 dona. Soni 5 dona. Hammasi qisir. Hammasi qisir, qo'chqorga tayyor akalar mana. Yaxshi qo'chqorni qo'shib. Gap yo'q mana uzunliklarini qaranglar. Akalar, jonivorlarni qaranglar, rangi, svetlari, bo'ylari hamma tomoni kelishgan ekan. Soni 5 dona. Hammasi urg'ochimi? Hammasi urg'ochi. Hammasi urg'och akalar, qo'chqorni zo'rini qo'shib, maza qilib bolasini olib yurasizlar mana. Jonivorlarni qaranglar akalar. Pulni arzon qilib qo'yib beraman deyaptilar xolosa. Yosh oyliklar qanaqa aka bo'ladi? Abdulaziz, bularda 4 tish, 6 tishga yorganlari ham bor. 4 tish, 6 tish ekanda mana akalar. Rasa tobida ekan bola olishga mana. Uni qaranglar jonivorlar akalar. Qo'ylarni, mana bularni shunday ajratib chiqarsangiz, to'g'ri. to'g'risi narxi o'ta baland. Vahshi baland top ketadi mana. Mana uni qarang. Optim narxda ketaveradi-ya. Bu qo'ylarda 85 kilo, hammasi piyli. Hammasi 85 plyusda. Gap yo'q mana akalar. Hammasi 85 plyusda Qirg'iziston Bishkek. So'g'liqlar qaranglar akalar. Ko'chatlari mana Qirg'iziston Bishkek. Hammasi akalar 85 plyusda 4 tish, 6 tish. Bola olgani rasa tog'bida akalar. Qo'chqorni zo'rini qo'shib mana bu ham akalar juda katta qo'ygan lekin. O'ta katta qo'y. Qonni ham vahsh katta ekan. Yigizchi emasmi aka ana shu qo'y? Qaranglar janovorlar. Gap yo'q. Biz ham olib kelamiz. Mana ishqibozlar akalar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana. Beshalasi ham qisir. Maza qilib bolasini olasizlar. Narxini qanchadan qilib beramiz aka bo'ladi? Narxlari juda ham qulay bo'ladi. Abdulaziz, narxi 7,5 dan qo'ymoqchiman. 7 million 500 dan. 7 million 500 ming so'm. Kamichi aka? Abdulaziz, har doim siz narx tushirasiz. Narx tushiramiz aka. Men obunachilar tarafman. Bizim mo'ljalimizni nafasga tushib ketib Yo'q, qolyapti narxi. aka. Abdulaziz, Chiroyli qilib bitta ayting. Abdulaziz 7 million 300 ming so'mdan beraman. 7 million 300 dan. Bir joyga deysizlar, ammo ajratamiz deyishmasin, bir joyga deysin 7 million 300 ming so'mdan. Narx aka zo'r bo'ldi, obunachilarga bitta o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Yana o'tamizmi Abdulaziz? Yana o'tib beraman bitta aka. O'zi juda ham qulay bo'ldi. Narx zo'r bo'ldi lekin. Qo'zilar narxida bo'lyapti 7 million 300 ming so'mdan. Bitta o'tib bering bo'ladi. Abdulaziz 7 million 200 ming so'mdan. 7 million 200 dan. Oldim degan 7 million 200 ming so'mdan barakasi. 7 dan qilaylik aka. Abdulaziz 7 dan juda tushib ketdi. 7 milliondan obunachilar xursand bo'lib boqishadi. Bir joyga 7. Barakasini bersin mana akalar. 7 million so'mdan xudo xolasa ishqibozlari shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yda ideal go'zallari sotuvga chiqdi mana. Arzon narxda olib qo'ying mana. 7 million so'mdan. Qayda bor bunaqa narxda? Bitta ushlab chiqarsa akalar xotirjam 10 million, 11 million olaveradi jonivorlar mana. Yebichlar o'ta zo'r olgan lekin. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring biz keyingi partiyaga o'tamiz. Kelar mana ikkinchi partiyalarimizga mana bundaqa qo'ydi. Kuchlilardan aka. Qo'ydi zo'rlari. Mana akalar qo'ydi. Haqiqiy zo'rlar aka. Oyoq qo'li uzun. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring akalar arashan egizdi ham haqiqiy tozasidan bor mana. Jonivorlarga ahamiyatni bering. Hammasi bir-biridan go'zal. Soni nechta aka bu yerda? Bu qoralarda ham soni Abdulaziz 5 dona. 5 dona akalar. Ikkalasini bir joyga olib qo'ysalaring 10 ta qilib maza qilib boqib yurasizlar mana. Effekti yaxshi bo'ladi lekin. Bular asli bir partiya. Bular ham qo'chqorga tayyor. Tayyor. Asli bir partiya qorani qoraga sarini sariq qilib Mana chiqaradi. aka, qillab sizlarga chiroyli qilib qo'yib beraman mana. Soni 5 dona. Hammasi urg'ochim bular ham aka? Hammasi urg'och. Tayyor. Akalar hammasi urg'och ekan. Qo'chqorni zo'rini qo'shasizlar bularga mana. Bir joyga olib qo'ysalaring akalar 10 tasini bitta qo'chqorni qo'shasizlar, foydaga kiradigan variantida mana. Pullari qanaqa bo'ladi aka? Abdulaziz bular ham unaqa. Bular ham 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish ekan akalar bular ham. Abdulaziz
90% o'zi 4 tish. Gap yo'q. 90 bitta ikkita aligiz bo'lishi mumkin deyapti. 6 tishi mana. Chiqarib qolganda, endi ular 4 tish deb bo'lmaydi. Qaranglar, ayiq polvonlardan, bu jonivorni qaranglar, yirikligini. Bo'yvaslari qanaqa bo'ladi? Ularni ham olishaveradi 85 plus. 85 plyusda mana kela qo'ylarimiz. To'g'lanishlarini qarang, jonivorlar. Tog'larini qaranglar, kela shalpon quloq 5 dona hammasi go'zal ekan. Bitta ikkita qo'y ham sotilaveradi aka. Bitta ikkita sotilaveradi. Qaranglar aka. Bitta ikkita sotiladigan. Ularning narxi ozgina plus minus bo'ladi. Plus minus bo'ladi. Hamma tushunadi. Gap yo'q, mana kela Bizoga olamiz deganda narxlari tanlab olishga plus minus bo'ladi mana. Bitta ikkitani shunday ushlab ko'rsatib otavering bari. Mana qaranglar kela dumbalari, hamma tomoni kelishgan. Qo'y ajratsa ko'rinadi akela mana. Ablaziz. Mana qaranglar, ko'p ichida ko'rinmaydi. Ablaziz, men 100 kilolik odamman. Xo'sh. Meni oldimda qo'yni turishini ko'raveryapsiz. Mana akela. Qo'ylar ko'cha. Uzunligini qarang jonivar. Ozginadan yemdan tashlab tursalar ham zahirani qaranglar akela jonivar. Qo'yavering mana. Ablaziz, kishini ham bir ko'rsatib qo'yinglar. Mana realniy bo'lsin. Gap yo'q, oldi tushlari. Hamma tomoni kelishgan akela 85 plyusda ekan bo'ylari ham. Qo'yavering. 85 plus, ablaziz. Like'ni bosib akela aloqaga chiqarasizlar. Aka bularning narxini qanchadan qilib berasiz obunachilarga? Ablaziz, bular narxi juda ham qulay deganman. Haqiqatan qulay bo'ladi ablaziz. Qanchadan? Sariqlarni 7 million chiqardikmi 7 ablaziz? million chiqardi. Bularni 6 million 700 ming so'mdan. 6 million 700 ming so'm. Toshkentgacha dastlabkasi. Narx aka arzon bo'ldi, obunachilarga bitta o'tib bermasangiz bo'lmaydi lekin. Ablaziz o'zi Narx zo'r bo'ldi ablaziz. Narx zo'r bo'ldi. Obunachilaringizga yana 100 ming tushib qo'ydim. 6 million 100 ming yarashmaydi aka. 6 million 500 dan qilaylik, Allah tag'ini ham tashlaylik. Ablaziz narxni o'ta tushirib beryapsiz. Xursand bo'lib boqsin Siz tushirib beryapsiz ablaziz, boshqalar tushirib bergan yo'q. 6 million 500 dan barakasini bersin aka bir joyga. Yigitni gapi sinmaydi. 6 million 500 ming. Barakasini bersin mana akalar. 6 million 500 ming so'mdan da xolosa shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring biz egizchilarni olib chiqamiz. Mashaalloh akalar 3-partiyalarımizga egiz ishqibozlariga egizdi zo'ridan aka. Ablaziz noyobidan to'g'ri, noyobidan. Ayda bayda yo'g'ida ama dumbani qaranglar, dumba razrez hozirdan mana. Tikka dumba. Egizdi zo'rini ishqibozlari shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Quloq tashlashdan qaranglar akalar. Shalpon quloq. Narxi so'mda chiqadimi aka? Narxi so'mda ablaziz. Gap yo'q. Narx akalar so'mda chiqarkan mana jonivor. Otasiga arashan qo'chqor qo'shilgan ekan mana. Buni qaranglar jonivor. Bolalarim bitta ushab ko'rsataylik kelasini. Bitta bagni ushab turib tashlayveravering mana. Onasini qaranglar akalar, onasini. Yiliga egiz bolasini olaverasizlar, xudo xolasa. Mana jonivorni qaranglar. Mana. Mana bolalari. Yuzini qarating, yuzini. Bu qo'zlarni torizga qo'ysangiz ham, metrga qo'ysangiz ham to'g'ri. Mana akalar. Yuzini qaratingchi, yuzini ko'raylikchi. Yuzini qaratingchi. Yuzini ko'ring. Mana akalar. Quloq tashab turishlarini qaranglar. Egizda zo'rini ishqibozlari telefon qilib akalar aloqaga chiqaverasizlar. 3-partiyalarimizga chiqdi mana. Oq yuz simjun degan mana shu ular. Necha kunlik bo'ldi aka bular? Eng zo'rini aytaymi ablaziz? Biri qo'chqor, biri sovuq. Biri qo'chqor, biri sovuq. Biri qo'chqor, biri sovuq. Akalar mana biri qo'chqor, biri sovuq. Bir haftalik bolasi. Bir haftalik bo'libdi janob. Chunki bilan turibdi hali. Ular qurmabdi ham kindiklari. Lekin ikkala bolani ham zo'r katta qilyapti ekan mana. Bolani zo'r qaranglar, dumbani. Razirlarni ko'ring. Ablaziz. Mana buni so'rg'och ekan, bunisi qo'chqor ekan. Ishqibozlari shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Onasi ham juda boshqachani aytar ekan lekin. Narxini qanchaga berasiz aka? Ablaziz. Bizda narx qimmat chiqmaydi. Xo'sh. Obunachilar o'ylagandan ham arzon bo'ladi ablaziz. Qanchadan aka? Narxi 14,5 million so'mga. Laqta olmasizga yarashmaydi. Ablaziz laqtagi bo'lmayapti lekin. Hozir bittadan o'tganingizda ham 100 mingdan o'tganingizda ham 300 mingga ketasiz aka. Yo'q, ablaziz juda teri cho'g'ib ketyapti lekin. Chiroyli qil aka. Ablaziz 14 million 200 ming so'mga. Ana aka aytdim-ku 100 mingdan o'tasiz dedim. Endi obunachilarga o'tib bering aka. Iya. Qo'y boshiga o'tdingiz 100 mingdan. Ablaziz undan telefon qilishsin, o'sha o'tadiganda o'zlari. Yo'q, shayda o'tib bering aka. 100 ming o'tib beray mana. 100 ming yarashmaydi ishimni bilasiz aka. 14 ga bor aka. Ablaziz olgan narxim bo'lib qolyapti-ku. Yo'q aka, barakasini bersin 14 ga. 14 million so'm olish. Barbar aka. Mana akalar 14 million so'mga shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Onasini yoshi qanaqa aka buni? Yoshini o'zlari ko'rsin. Mana akalar realniy bo'lsa shunday ochib ketaylik. Mana akalar onasini yosh bo'ldi ko'rindi. Tishlari qilich akalar. O'zi tulaydigan qoni toza, zoti toza variantidan. Ishqibozlari shoshilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Ko'kragini ham ko'ring ablaziz. O'zi ozginadan kelgan akalar onasi sizlarga bekor qolib ketadi mana. Uni qaranglar jonivorlar akalar, bolalari pul olyapti hozir. 14 million so'mga ablaziz dehqonda yo'q bunaqa. To'g'ri. Dehqonda yo'q. Mana akalar bolalari sal katta bo'lib ko'zga ko'ringandan keyin vahsh qimmatlab ketadi. Garbonoslarni ko'rib turibsizlar akalar, garbonos, quloq hamma tomonlama kelishgan. Ishqibozlarga tavsiyani qilaman akalar, biz keyingi partiyalarga o'tamiz.
Akalar, oxirgi partilarimizga urg'ochiladi, tozalari sotuvga chiqdi. Like bosib, aloqaga chiqaverasizlar. Go'zallardan aka. Abdulaziz, ular chitga bagdaymiz desam bo'laveradi. Gap yo'q. Soni nechta? Abdulaziz, hafta yetkazib bo'lgan yo'q bularni. To'g'ri, mana. To'g'risi. Urg'ochini tovush o'zi muammo bo'lyapti. Mana Bularni akalar. o'tgan shanba qo'ygan qo'ylarimiz bu shanbaga yo'q, bir dona ham. Gap, yangi partiya akalar, mana go'zallar juda. Narxini arzon qo'yyapman, misol qimmatroq chiqaraymikin deb qo'yyapman Abdulaziz. Yo'q aka, chiroyli qilib chiqaramiz. Oz bo'lsa ham Alloh barakasini bersin. Gap yo'q, kam o'raman, hamisha o'ram, deydi mana. Arzon qo'yadilar, tez sotilib ketadi. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar akamizga mana. O'ylanmay aloqaga chiqinglar. Bunaqa narxda YouTube tarmog'iga, bozorga solishtirib ko'raverasizlar. Lekin bunaqa narxda bu qo'ylarni bermaydi bugunga chiqargan qo'ylar. Bozordan 100 arzon. To'g'ri, mana. Quloqlarini qaranglar. Soni nechta dedingiz aka? Soni 10 dona. Bir pachka ekan-da mana. Ozginadan yemdan tashab, pensiyani pulidan berib beraman deyapti Alloh xolosa mana. Jonivorlar, yuzlarini qaranglar, yuzlarini akalar. O'tatini qarang. O'zini sutga bo'kib emgan varianti shunaqa bo'ladi mana. Necha oylik atrofida aka? Abdulaziz, ular xohlasa 4 oy bilan 6 oygacha. Gap yo'q mana. Hammasi oy kuni bir xil emas. Kun bilan qaranglar. 4 oydan 6 oygacha. Gap yo'q. 4 oy 5 oylik atrofida deylik. Ha. Mana. 4 oy 5 oylik atrofida sutga to'yib emgan variantini qidirib yurgan akalarimizga mana. Mana shu qo'y ham o'ta boshqacha qo'y ekan. Kuchligidan ekan janovar. Qo'yib beravering. Mana. Qo'y ajrasa ko'rinadi akalar mana. Liboyini. O'n qaranglar. Quloqlarini. 10 dona hammasi urg'ochimi aka? 10 dona yo'q, 9 dona urg'och. Bitta qo'chqori bor. Mana shunisi qo'chqor shikilli menimcha. Mana akalar. Mana shu qo'chqor ekan bunisi. Qolgan hammasi urg'och ekan, xudo xolasa. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. Bitta ikkita olaman degan akalarimizdan bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveringlar. Bittaga ham dastlabga bor, xudo xolasa. Xudo xolasa dastlabga. O'zbekiston bo'ylab dastlabga bor akalar, kelishilgan holda mana. Mana jonivorlar qaranglar, narxini qanchadan qilib berasiz aka? Ularni ham sindirib bering ama. Narxi o'zi sinib ketyapti Abdulaziz. 4 dan dema aka yana. 42 demoqchi edimmi Yo'q Abdulaziz? aka, chiroyli qilib ayting. Abdulaziz, siz narx kesib qo'ygansiz 4 dan bo'lsa 4 dan. Yo'q, 4 dan demang dedim aka men. 4 dan pastga tushamiz, Abdulaziz. 4 dan ham pastga tushan. 4 dan pastga tushib kerak bo'lsa mana 100 ming shu. 39 danmi? 100 ming yarashmaydi aka ama. Abdulaziz o'zi bir pachka rovni 40 million demoqchi edim. 100 ming Hozir yarashmaydi. 39 million bo'lyapti Abdulaziz. 100 ming yarashmaydi aka. Mana 38 million xursandmisiz? Barakasini bersin mana akalar. 3 million 800 ming so'mdan. 3 million 800 dan qayda bor bunaqa narxda mana. Ishqibozlari shoshilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Yo'shaqa chudaylikda mana. Juda. Mana akalar oyoq qo'li uzun doq xolasa. Like bosib aloqaga chiqaverasizlar. Bu oxirgi partiyami aka? Abdulaziz oxirgi partiya, xudo xolasa. Nasib qilsa yana keyingi shanbaga tayyorlaymiz bundan baqa. Bitta o'tib bering aka. Yo'q, Abdulaziz o'zi u cheriz-chur bo'lib ketdi. Aytadi-yu, cheriz nimaga bo'ldi o'zi? Bitta o'tib bering aka. Oxirgi partiyaga bonus bo'lsin aka. Videoni oxirigacha ko'rgan akalar. O'ting do'rmang oma. Yana bitta o'tingchi. Abdulaziz, men yana 1 million kam berishsin. 3 million 700. Barakasini bersin mana akalar. 3 million 700 ming so'mdan shoshilib aloqaga chiqaverasizlar, Alloh xolasa. Ishqibozlariga tavsiyani qilaman. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin akalar. Bu oxirgi partiyamiz mana.